bu yerga yig'ilishimizdan maqsad aholini tadbirkorlik bilan jalb qilish va o'zimizning kredit mahsulotlarimizni taqdimot qilishdan iborat. Bizda bor kreditlarimiz ishlaydigan fuqarolarga kreditlarimiz mavjud. Yuridik firmalarga, yuridik korxonalarga ham hammasiga o'z kreditlarimizni tavsiya beramiz. İşlemeyen fuqarolarga biz nima kreditlar tavsiya qilamiz? Biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, mahalla loyihasi. Biznesga birinchi qadamni tushuntiradigan bo'lsak, biznesga birinchi qadam birinchi jismoniy shaxs o'zini band qiladi. Mahalladan tavsiyanoma olib keladi, hokim yordamchisiga 5 million so'm ajratib beramiz. Naqd plastik kartasiga tushirib beramiz. Biznesga ko'mak loyihamiz 4 yil muddatga beramiz. 6 oy imtiyozli davri bor. 25% erkaklarga, 23% ayollarga. Shundan 6 oy imtiyozli davri bor. 17 million so'm plastik kartasiga tashlab beramiz. Mahalla loyihasi bor, 5 yilga. Bu xuddi shunday erkaklarga 25%, ayollarga 23%. 1 yil imtiyozli davri bor.